Bozorlarda 1 kilolik nishonlar narxi 50 ming so'm ekan. Shu pulga uyda o'zimiz tayyorlab ko'rsak qancha chiqar ekan? Ishimizni kerakli bo'ladigan masalliqlarni sotib olishdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib shakar. 2 kilo 28 ming bo'ldi. 3 dona tuxum 4,5 ming. Etmak ildizini 10 ming oldik. Qolgan 8500 so'mni suv va 1 choy qoshiq limon kislotasiga hisobladik. Uyga ham kelib oldik. Ishimizni ekmak ildizini maydaroq qilib, toza bo'lgandan keyin tog'oraga 2-3 litr atrofida suv solib, qaynab chiqqandan keyin past olovda 3-4 soat qaynatiladi va sovitiladi. Bu vaqt ichida shakarimizni qiyom holatiga keltirib olsak ham bo'ladi. 2 stakan suvni qaynashdan biroz avval shakarni 1 litrli bankada aniq qilib o'lchab, 2 banka to'la qilib solamiz. Shakar kristal holatida qolib ketmasligi uchun 1 choy qoshiq limon kislotasidan solib, pastroq olovda suv kamaguncha qaynatamiz. Ishi muhim va nozik joyga ham yetib keldik. Qaynab kamagan etmak ildizini 1 stakan suvni tog'oraga solib, ustidan 3 dona tuxum oqini ajratib soldik. Endi vinchik yordamida avvaliga aralashtirib, keyin ko'pirtiramiz. To'xtamasdan ko'pirtirgan qorishmamiz ham maromiga yetib tayyor bo'ldi. Navbat ikkita aralashmani birlashtirishga. Qo'zg'ab turilgan holatda salgina sovigan holatdagi qiyomni idishga quydim. Qarabsizki, nishonlarimiz tayyor. Yaxshilab aralashtirib yana ham sovitilsa, nishonlar to'liq tayyor bo'ladi. Biz tayyorlagan tog'orani 600-700 grammda hisoblasak, nishonlarimiz naqd 2 kilo chiqdi. Bu degani bozordagi 1 kiloning narxiga teng baravari ko'p nishonlar tayyor bo'lar ekan. Nishonlarning foydaliligiga keladigan bo'lsak, u oshqozonni tozalaydi. Bu oshqozon og'rib bezovta qilsa, doridan ham ko'proq yordam beradi. Ramazon oyida nishon yeyish ham to'q tutadi, ham oshqozonga koni foyda. Sizga o'zi nishon yoqadimi? Yoki faqat qaymoq bilan adashib qo'yganda majburlikdan yeysizmi?